Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugun sizlar bilan asr namozini o'qilish tartibini o'rganamiz. Asr namozi 4 rakat farzdan iborat. Niyati quyidagicha. Niyat qildim. Asr namozini 4 rakat farzini qiblam bo'lmish Ka'baga yuzlanib xolis Alloh uchun o'qimoqlikni. Allohu akbar deb qo'llarimizni ko'kraklarimiz barobarida ko'tarib, chap qo'limizni ustiga o'ng qo'limizni qo'yib, qo'llarimizni bog'laymiz. Ana shunday holatda sanoni o'qiymiz. Subhanak Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Undan keyin a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-rohmanir rohim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Undan keyin bitta zam sura qo'shamiz. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Undan keyin takbiri tahrima Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukuda tizzalarimizni ushlagan holatda 3 marotaba Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Ana undan keyin Sami Allohu liman hamidah, Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga borayotganda avval aytganimizdek, birinchi tizzamizni, undan keyin qo'llarimizni va undan keyin peshona va burnimizni yerga tegizamiz. Va sajdada turgan holatda Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Qa'dada o'tiramiz. Birinchi qa'dada biroz tin olgach Allohu akbar deb yana sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 marotaba Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Allohu akbar deb qiyomga turamiz. Bismillahir rohmanir rohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-rohmanir rohim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yana bitta zam sura qo'shamiz. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
Allohu akbar deb ruku qilamiz. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Va samiallohu liman hamidah deb qomatlarimizni tiklaymiz. Qomatimizni tik tutgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 marotaba Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Allohu akbar deb qa'dada o'tiramiz. Biroz tin olgach yana Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 marotaba Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Va Allohu akbar deb qa'dada o'tiramiz. Tashahhudni o'qiymiz. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahi s-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ana undan keyin Allohu akbar deb peshin namozimizning 3-rakatiga qiyomda turamiz. Yana qo'llarimizni, chap qo'limizni o'ng qo'limizni ustiga qo'ygan holatda bog'lab Fotiha surasini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohu akbar deb tizzalarimizni salgina bukkan holatda qo'llarimiz bilan ushlab rukuga egilamiz. Va rukuda Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb 3 marotaba aytamiz. Ana shundan keyin Sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Ya'ni tik turgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga borayotganda albatta birinchi tizzalarimizni qo'yamiz, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni qo'yamiz. Va sajdada turgan holatda qo'llarimizning tirsagi yerga tegib, ya'ni ayollar imkon qadar tizzalarini qornlariga tortib turadi va sajdada turganda Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytiladi. Undan keyin Allohu akbar deb qa'daga o'tiriladi. Biroz tin olgach yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada turganda qo'llar yana yerga tekkan holatda sajdada Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb qiyomga turamiz. Ya'ni qaddimizni tiklab qiyomda turgan holatda
Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Undan keyin Allohu akbar deb tizzalarimizni sal bukkan holatda ruku qilamiz va rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Undan keyin Sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Qaddimizni tik tutgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Va Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada avval aytganimizdek, birinchi sajdaga borishdan oldin tizzamizni qo'yamiz yerga, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni. Qo'limizni yerga qo'yganda albatta tirsaklarimiz yerga tekkan holatda turishligi shart. Sajdada turganimizda Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz va qa'daga o'tiramiz. Allohu akbar deb. Qa'daga bir pas tin olgandan keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Yana Allohu akbar deb qa'daga o'tirganda ayollar chap oyoqlari dumbalari ostida, o'ng oyoqlari esa yuza qismi qiblaga qaragan holatda bo'lishligi zarur. Va qo'llarimiz, tizzalarimiz barobarda turadi. Ko'zimizni ko'kragimiz tarafga qaratib tashahhudni o'qiymiz. Tashahhud quyidagicha: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Undan keyin salovat aytiladi. Allahumma solli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Undan keyin duo aytiladi. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Undan keyin avval o'ng yelkaga qarab Assalomu alaykum va rahmatulloh. Undan keyin chap yelkaga qarab Assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi. Har bir namozdan keyin salom bergandan so'ng Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Allohumma antas salam va minkas salam.
تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار deb duolar o'qiladi. Ana undan keyin 33 marotaba subhanalloh, 33 marotaba alhamdulillah va 33 marotaba Allohu akbar deb tasbih sanaladi.